Assalomu alaykum Texnopuls mijozlari. Bugun sizlar uchun yana bitta katta skidkamizni boshlaymiz. Uyga rozvorga kir moshina olib ishlataman deganlar uchun hadovoy razmerda 7-8 kilolik kir moshinalarimizni zo'r hadovoylardan tayyorlab qo'yganmiz. Bulardan 7 kilolik Immer kir moshinamiz eng zo'r modeli bo'ladi. Bu kir moshinamizda 15 ta funksiya bo'ladi o'zida naq. Hop, bitta funksiya par bilan ishlaydi. Achizka barabani bor, aralashtirib materiallarni solib yursalar bo'laveradigan funksiyasi. Qo'shimchasiga yana qo'shimcha chayqashi bo'ladi o'zida. Barabarlarini ko'ramiz. Barabarlari ham ancha katta qilingan. Bu kir moshinamiz BLDC inverter motor hisoblanadi. A2+ ekonomika klassida tokiylarda teja beradi. O'ziga 3 yil, motoriga bo'lsa 10 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Hop, ikkinchi kir moshinamiz hop 7H brendidan bo'ladi. Bu brendni уже hozir ko'pchilik tanidi, bildi. Hop, kir moshinamizda o'zida 16 ta funksiya, 3 ta funksiyasi, 3 ta funksiya par bilan o'zi yuvib beradi. İçlarini ko'rsanglar bo'laveradi. Ichlari ham ancha katta, nejabeka baraban, kiyimlarni yuvayotganda kashka qilib cho'zib qo'ymaydi. Inverter motorli hisoblanadi. Bunimizdan BLDC inverter motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Hop, kir moshinamizni endi sal kattarog'ini olaman deganlar uchun, 8 kilo olaman deganlar uchun xuddi shu brenddan 8 kilolik modelimiz bo'ladi. 8 kiloligimizda ham xuddi shunaqa 16 ta funksiya, bitta funksiyasi par bilan yuvib beradi. Bunimiz yaxshi tomoni qo'shimcha chayqashlar ham bo'ladi. Bir martadan 3 martagacha kirlar yuvayotgan paytda yana start bossanglar, pauza bo'ladi. Eshik 3 sekund ichida o'zi ochib beradi. Hop. Yana kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ichini ko'ramiz. Ichi ham ancha katta qilingan. Hop, haqiqiy diamond bilan hisoblanadi. Kiyimni yuvayotganinglarda kashka qilib cho'zmaydi. Ekonomika klassi 3 ta A+ klassida bo'ladi. Bu ham inverter motorli, BLDC inverter bo'ladi. Motoriga 10 yil, o'ziga bo'lsa 3 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Hozirda bu kir moshinalarimizning narxini, bozorlardagi narxidan biz skidga qo'ygan narxini aytib o'tib ketamiz. Hop, Immer kir moshinamiz 240-250 dollar atrofida sotilayotdi. Sizlar uchun bu kir moshinamizning narxini 219 dollarga berib yuboramiz. 7 kilolik. Hop, 7 kilolik 7H brendimiz bo'ladi. 7H'imizni hozirgi kunda bozorlarda hozir ham solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. 280 dollardan qimmatroq sotishyapti. Buni sizlarga narxini 239 dollarga qilib beramiz. Hop, 8 kiloligini bo'lsa hozirgi kunda 300 dollardan baland sotishyapti. Sizlar uchun bor yo'g'i narxi 269 dollar bo'ladi. Sotib olmoqchi bo'lsanglar, nomerlarimiz pastda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'laveradi.